E'tirozlarni vaqtida aytish kerak. Ichingizga yutib yillar davomida qalbda nafrat, alam, xafagarchilik bilan yashash azob-ku. Har eslaganingizda kayfiyatingiz tushib yoki yo'lda yursangiz ham xayolan urishib yurish bitmas tuganmas ziyon-ku o'zingizga. Vaqtida aytish kerak. Siz meni dilimni og'ritdingiz, nohaq ayblayapsiz deb. O'zi dinimizda ham 3 kundan ortiqgina saqlash ma'qul emas. Dunyoviy ilmlarda ham xafa holatda yashash kasallik keltirib chiqaradi. Biz insonmiz, qalb ranjib turgan bo'lsa, men baxtliman, hayotdan mamnunman, kayfiyatim a'lo deb o'zimizni aldashimiz ham noo'rin. Shuning uchun ham o'zingizga ruxsat bering. Bir necha soatgami, ertagachami boring, ana 3 kungami mazza qilib arazlang, nafratlaning, lekin vaqtida o'zingizga to'xta, stop deng. Bo'ldi. Bu yog'iga boring, asabimni sen uchun hol qilmayman deb yengil bo'lib yashashni davom eting. Siz baxtiyor yashash uchun bu dunyoga kelgansiz-ku.